Mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun. Dünya Uyghur Kurultayı'nın 20 yıllık mübarek olsun. Bu 20 yıllık hatırı gününden başlap, Xitay baskınçılarının Şarkı Türkistan'da Uygurlar qaratqan qırğınçılığını to'xtatish ve vatanimizning hürligi için bayraktarlık, liderlik rolini davamlı jari etishini umid qilaman. Dünya Uyghur Kurultayı'nın 20 yıllık kuruluş mərikisi bilen bütün halkımızı ve Dünya Uyghur Kurultayı'nın kuruluşuğa ve kuruluşun ta hazırgı hizmet gelgen aziz karındaşlarımızı çin yüreğimden tebriklayman. Dünya Uyghur Kurultayı kurulgan 20 yıldan buyan özgergen halkara vaziyet ve özgergen Şarkı Türkistan'ın vaziyeti, Şarkı Türkistan davasının takazzası boyunca Şarkı Türkistan davasını halkaralaştırış, teşkilatlarımızda Şarkı Türkistan davasıga vekillik kıla alaydigan kanuni salayetlik kesipleşken bir teşkilatga aylandırış ve hizmet kılgan, teşkilatımızın hizmet kılganlarını, bu davada hizmet kılganlarını mı belgilik halkara seviyede ve teşkili seviyede kesipleştiriş, ihtisaslaştırış. Bu şu üç çoğun gayede Dünya Uyghur Kurultayı çoğun muvaffakiyetlerini ve utuklarını kol keltirdi. Hazır Şarkı Türkistan davasının kelgen noktasıdan kılıp etkanda, dünyadaki çoğun devletler ve bütün halkların köpleri dünyada Şarkı Türkistan degen bir yana bağlığını, Şarkı Türkistan degen bu devletinin ilgisinin Uygurlar ekenligini ve Şarkı Türkistan degen bu devletinin Xitaylar tarafından işgal kılınganlığını asasen biladi. Bunun keyinki vazifemiz bolsa, bu şu davanı Şarkı Türkistan halkının közlegen nişanı, gayesi, bütünley erkin, bütünley müstakil, öz-özüge hoca bir devletini kurup çıkış baskısını ibaret. Yani bu gaye, Şarkı Türkistan halkının müstakillik gayesi, yani Dünya Uyghur Kurultayı kurganmış yol boyunca, Dünya Uyghur Kurultayı teşkilleyen teşkili aparatlar boyunca ve Dünya Uyghur Kurultayı terbiyelep çıkan şunday ihtisaslık koşum boyunca amalga oshadi. Yani bundan keyin bu halkımızın Dünya Uyghur Kurultayını daim qo'llab, quvvatlab berishini. Dünya Uyghur Kurultayı ilip bağın bu tarihi seferde biz bilen birga bo'lishini, har xil shamallarga, ta'tir iqlimlarga quloq solmay, xalqimizning g'oyasining mustaqillik, xalqimizning g'oyasining o'z zaminida o'ziga xo'ja bo'lgan asosda erkin hur yashash ekanligini ve bu g'oyaning faqat Dünya Uyghur Kurultayidek shunday ishonchlik, g'oyasi aniq, dunyo bilan munosabat qila oladigan, xalqaro bu davoni loyiq bilan anglata oladigan shunday tashkilotlar bilan amalga oshirganligi bo'lgan ishonchini doim yangilab turishini ve Kurultay bilan bu safarga billa yo'l elishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Dünya Uyghur Kurultayı ve Uyghur davası inşallah halkımızga hayırlı bo'ladi ve bundan keyin texmi yaxshi natijalarni halkımız için qo'lga keltiradi. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida, har qaysi saflarda, har qaysi shaharlarda yashayotgan, kurash qilayotgan, izlanayotgan do'stlar. Dünya Uyghur Kurultayimiz 20 yillik musofani besib o'tib, yaqında bunu qutlash oldida turibmiz. Biz Dünya Uyghur Kurultayının 20 yilini qutlayotgan chog'da bir tashkilotga erishganligimizni, muvaffaqiyatli bir qo'shinga erishganligimizni, g'alabalik ilgirlayotgan bir kuchga erishganligimizdan mamnun bo'lamiz va shuni qutlaymiz. Bir insonga nisbatan 20 yil nihoyat uzoq. Lekin bir davaga nisbatan
bir kurashga nisbatan 20 yil intayin qisqa bir jarayon. Muşu intayin qisqa jarayonda biz Dünya Uyghur Qurultayidek bir tashkilotga erishdik. Uyg'urlarning ovozini anglitadigan bir sahna yaratdik. Dünya Uyghur Qurultayı yalğız vatandagi Uyg'urlarning azobini, mazlum ovozini anglitib qolmay, balki chet eldagi Uyg'urlarning turli masalalarini hal qildi. Ularning turmush qiyinchiliklaridan tortib toki muajiratdagi turli masalalargacha, hatto puling ushqoqlarda tutilib qolish, qamalib qolish, qiyinchilik uchrash qatorliq masalalargacha hal qilib keldi. Eng muhimi, Dünya Uyghur Qurultayı Uyg'urlarning muajiratda madaniyatini ko'rgazma qiladigan, madaniyatini tushuntiradigan bir ko'znak holatiga keldi. Biz bu 20 yil jarayonida yo'qdan barpo bo'lgan bir davoni emas, balki ojizlikdan kuchlangan bir davoni ko'rdik. Biz bu 20 yilda yo'qdan borliq kelgan bir ovoz emas, balki uzoq vaqt bo'g'ilgan, kuchlik anglanmayotgan bir ovozning jarangliq dunyoda yangrayotganligiga shohid bo'ldik. Biz bu 20 yilni qutlayotgan chog'imizda shuni xushallik bilan deymizki, biz bir qo'shinni barpo qildik. Biz bir mukammal tashkilotga erishdik. Biz bir qurilma yaratib chiqdik. Lekin shuni azob bilan deymizki, biz bu 20 yilda xalqimizni qutqizamadik. Xitoy Kompartiyasi qurilib 28 yilda Xitoyni nima qilsa elib, nima qilsa bir davlatni qurib chiqqan. Ammo biz 20 yilda xalqimizning ahvolining bargancha ichinishlik tus olganligiga, oxiri bizning qirg'inchilikning girdobiga qistilganligimizga shohid bo'ldik. Endi biz mushu qiyin kunlarda, mushu fojiali kunlarda Uyg'ur Qurultayidek tashkilotimiz bilan kuchlik, Uyg'ur Qurultayı atrofiga uyushgan minglagan kishilar bilan kuchlik, Uyg'ur Qurultayidan umid kutayotgan vatandagi millionlagan xalqimiz bilan kuchlik. Biz yana Dünya Uyghur Qurultayı orqali bizga, bizning davoyimizga, bizning istiqbolimizga qoyil bo'lgan, haqqoniyatni so'yadigan, haqqoniyatni yoqlaydigan mustamlachilikka, besilishga qarshi dunyo bilan kuchlik, adolatlik, g'arb bilan kuchlik va mazlum sharq bilan ittifoqdosh, mazlum xalqlar bilan birga, mazlum xalqlarning ulgusi ustida bu kurashni davom qilyapmiz. Men shuningga ishonamanki, Uyg'urlarning davosi, Uyg'urlarning hurligi biri musulmon dunyosiga, musulmon millatlarning dunyoning taraqqiyoti bilan moslashib, dunyoning demokratiyasi bilan jipsilashib, dunyoning istiqboliga to'p qo'sha oladiganligini isbotlaydi. Ikkinchisi, Uyg'ur xalqining istiqboli dünya xalqiga musulmonlarning demokratiya yarata oladiganligini, demokratik tuzum yarata oladiganligini, demokratik tashkilotlarni qurib, demokratik dunyoning bir partisi bo'la oladiganligini isbotlaydi. Dünya Uyghur Qurultayı bizga ojizlikdan kuchlangan bir tashkilotning texnik kuchlik da'vo qila oladiganligini, texnik parlaq kelgusi yarata oladiganligini isbotlaydi. Shunga biz Qurultayimizdan umid bor, xalqimizdan umid bor, haqqoniy ko'rishimizdan har doim umid bor. Rahmat sizlarga. Dünya Uyghur Qurultayı'nın kuruluşunun 20. yıllıkını tebriklayman. Dünya Uyghur Qurultayı'nın bugün keyinki hizmetlerinde muvaffaqiyat dilayman. Assalamu alaykum. Bütün dünyanın her qaysi yerlerge yaşayotgan barlıq Şərqi Türkistanlıq qarindoshlar hammasıga Allah'ın güzel salamları olsun. Dünya Uyghur Qurultayı'nın 20 yıllıkıga mübarek olsun. Dünya Uyghur Qurultayı'nı maddi, manevi cihetten qo'llab kelayotgan, destek berib kelayotgan barlıq xalqimga, millatimga rahmatimni bildiraman. Menmi Dünya Uyghur Qurultayı qurilgan kundan itibaren ta hozir qadar qo'limdan keladigan har qanday xizmatlar bo'lsa qilib keldim. Buningdan keyinmi Dünya Uyghur Qurultayı'nın ro'naq tepishi, rivojlanishi, xalqimizning, millatimizning xizmatini aktiv qilish uchun har vaqt
qo'llayman, desteklayman. Butkul vatanning sirtida yashayotgan barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimdan Dunyo Uyg'ur qurultayini qo'llashinglarni umid qilaman. Dunyo Uyg'ur qurultayining 20 yilligiga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Chet eldagi Uyg'urlarim. Men ixtiyor muxbir Makka. Mening to'liq ismim Ahmad Mo'min Muhammad Ishoq Qashqari. Men vatandan chiqqanimga 45 yil bo'ldi. Bugun mana men Saudiya Arabistonlik Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultayining qurilganligining, rasmiy qurilganligining va aktiv ta'sirli siyosiy harakat boshlaganligining 20 yilligini Saudiya Arabiston Uyg'urlarga vakolatan, Saudiya Arabiston Uyg'urlariga vakolatan tabriklayman. Allah razı olsun ki Dünya Uygur Kurultayı'nın liderleri başta Erkin Alptekin Efendi, Ana Uygur ve Dolkun Aysa Efendilerin rehberliğinde hakikaten de Xitay'ını rahatsız kıldığın, milletine hoş kıldığın köp hareketlerini kıldı ve cık neticelerini köydü, muvaffakiyetle kazandı. Ama bu yetmeydi inşallah. Bunun dinki Dünya Uygur Kurultayı'nın rehberliğinde Uygur millet çet ellerde Xitay'a karşı tekme güçlü, tesirlik ve aktif, neticelik siyasetlerine ilip vardı inşallah.